Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar. 1-2 minut ketmay turasizlar. Zo'r tema haqida 1-2 og'iz sizlar bilan suhbat quramiz. Bizga ko'pchilik telefon qiladi. Bir kunga 50 ta 100 ta odamgacha telefon qilishadi. Xudoga shukr, yaxshi. Nolimayman bundan. Ko'plar savol berishadi. Podключ. Podключ deganda nimani tushunaman men o'zim lично. Misol uchun podключ Rossiyagacha deyilsa, 1000, 2000, 3000 dollar ustiga qo'yib turib olib borib bersam, bu men uchun podключ hisoblanadi. Sababi kursni o'ynashi bor. Yo'lda qanaqadir chepa bo'lib qolishi bor. Yo'lda qanaqadir lishniy расход bo'lib qolishi bor. U klientga kassatsiya qilmaydi. Ana shu podключ hisoblanadi-da. Общий tushuncha bo'yicha. Endi biza hali bunaqa ishlaganimiz yo'q. Hali hech kimga bunaqa podключ hisoblab ustiga 2000, 3000 qo'yganimiz yo'q. Biza qanaqa ishlaymiz? Основной oddiy misol, zakazlarimiz ko'proq Moskvaga K5 bo'ladigan bo'lsa, bitta K5 mana Koreyadagi narxi 24 million 500. Bu mashina kimligini hozir aytaman. Novli akamiz Ozodbek. Ozodbek aka, assalomu alaykum. Shu mashinangiz haqida bir oz gaplashamiz. Mana zakaz berishdi 24 million 500 vonda. Plus 300 dollar usluga, plus dostavka 800 dollar Vladikgacha. Mana. Men bu odamga misol uchun mana shu mashinani 2 million 200 ga Vladikka podключ chiqadi desam, bu odamning kallasida 2 million 200 qoladi. 4 kundan keyin kurs o'zgarib, kurslar ko'tarilib ketib, rastamoshkani 500 emas 600 ming qilsa, men kistamdan 100 ming to'lashim kerak buni. Men atiga 300 dollar ishlayman deb, ustiga yana 700 dollar qo'yib 300 dollarni ham qaytarib beraman, 1000 dollar qilib. Получается 1000 dollar emas. Undan ham ko'proq bo'lib qoladi. Shuning uchun biz hech qachon podключ o'ynamaymiz. Mashina realniy narxi, mana mashq mashina 24 million 500 mi vondagi narx. Bu примерно 17 ming dollar bo'ladi. 17 ming dollar. Mashina puli, dostavka, usluga. Tamam, boshqa hech nima kerak emas. Chiqarib beramiz, qachon chiqsa. Chiqqan paytdagi realniy kurs bilan davlat o'zi chiqarib beradi shot, rastamoshka, госпошлина. Borib bankka o'zlari to'lashadi, plus brokerskilarni berib olib ketishadi mashinalarni. Eng zo'r yo'li shu, do'stlar. Siz ham kuymaydi, kabob ham kuymaydi, hammasi прозрачный, hammasi чисто. U odam biladi, mashina qanchaga olganini, mashina qanchaga kelib tushishi qat'iy nazar, davlat chiqarib bergan rastamoshkani to'laydi, kam bo'lsa unga foyda, ko'proq bo'lsa unga ziyon. Chunki hamma o'zining foydasini o'ylaydi-da, misol uchun. Shuning uchun podключ deb ko'pchilik so'raydi, Tojikistonga misol uchun Santa Fe'larni so'rashadi. 130 mingdan 150 ming, 160 minggacha tushadi. Bu men olib borib bersam emas, yoki men chiqarib turib o'zimga olib borib sotsam emas. Mendan zakaz qilgan bolalarni olib ketgan klientlarimizni olib borib yetib olgandan keyin qanchaga tushdi deb so'rayman-da, qanaqa rasxodlar bo'ldi deyman. O'shalardan eshitgan gapimni keyingi klientlar so'ragan paytda aytaman, 130 dan 150 gacha tushadi desam, ba'zi birlar menga aytishadiki, shu yerdan olsa ham bo'ladi bozordan, Tojikistondan deyishadi. Xo'p, nima uchun unda Koreyadan olib ketib bozorda olib borib sotishadi? Savol. Bizdan olib Koreyadan olib borib Tojikistonda sotishadi. Bu Tojikistonning bozoriga chiqqan mashinani menda ikkita versiyam bo'ldi. Birinchisi olib sotar hech qachon mana bu mashina bozorda eng zo'ri meniki bo'lsin demaydi. Mana bu mashina bozorda eng arzoni meniki bo'lsin, tezroq sotilsin deydi. Mana do'stlar, oddiy haqiqat sizlarga. Ikkinchisi kimdir zakaz qilgan, menga yo palonchiga mashina borgan, yetib olgandan keyin yoqmagandan keyin bozorga olib chiqib sotadi. Chunki biror bir tanishga yoki yaqin qo'shniga, do'stiga birlagan qilishga to'g'ri kelmaydi. Chunki to'rkundan keyin aytadi, qo'shni, sen menga mana bunaqa mashina olib keldingmi? Yo, olib kelgan mashinani menga o'tkaz deymi? deydi. Shuning uchun menda ikkita versiya bor. Bittasi olib borib sotyapti. Ikkinchisi kimdir zakaz qilgan, olib chiqib sotyapti yoqmagandan keyin. Bitta maqol bor. Yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi degan narsa bor. Yaxshi mashina bo'lsa, shu tanish bilishdan ortmaydi, bozorga chiqmaydi. Shu yerdan shunaqa olsa bo'ladi deydiganlar uchun-da, akalar, mana oddiy misol sizlarga. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Yo, gapim noto'g'rimi? Agar noto'g'ri bo'lsa kommentariyaga yozib, menga
Nima uchun noto'g'riligini aytib beringlar, mayli. Gap yo'q. Qo'limni ko'taraman. Endi Moskvaga podключ so'raydiganlarga. Moskvani sistemasini bir 5-6 yildan beri bilaman. Polni Avito avtorularni narxi bilan solishtirib yuraman har doim. Oddiy ko'p menga zakaz tushadi K5 san'atiga. K5lar mana hozirgina aytdim. Ozodbek akamiz 2 million 200 plus minus 50 ming rastamashkalar bilan Vladivostokka 22-yil maksimalniy komplektatsiya chiqyapti. To Rossiyadan Moskva shahriga yetkazib, olib borib, uni uchotga qo'yib, to nomerlarni taqib mingunlaricha 2 million 400, 2 million 500 ga qarab boradi. Ana endi shu mashina so'raganlar, mana shunaqangi 2 milliondan 2,5 milliongacha tushadi desam, 1 million 900, 2 millionlarga ham chetda olsa bo'ladi deyishadi. Endi avtosalonlar привлечь внимание qilish uchun Avito avtorularga reklama qo'yib tashlashadi 1 million 900, 2 million. Borsangiz, vaqtingizni yetkazib, qaysidir shaharning uchakkasidan buchakkasiga borasiz, yetib borganingizdan keyin u mashina sotilib ketdi kelguningizcha, o'rniga mana Solaris bor deyishadi. И то ular наличиga sotmaydi, только kreditga. Kreditga sotib turib, o'sha kreditni prosentidan foyda ko'rishadi. 5% hozir Moskvada. Men o'zim lично bilaman, 1 million 800, 1 million 900 ga Hyundai Solaris, Kia Rio 2015-2016-yilni olib 3,5 milliongacha to'lagan odamlarni bilaman. Mana oddiy misol. Shu 1 million 900, 2 millionlarga chetdan olsa bo'ladi deganlar uchun oddiy misol. Siz avval mashinani minish uchun pravo olish kerak. Pravo olganingizdan keyin biron bir narx etbitdan boshqa joylardan surishtirib, keyin bizaga chiqing. Biz eng arzonni topib beramiz. Mana oldimda kompyuter turibdi. Auksiondagi startoviy narxlargacha bor. Startoviy narxidan полностью прозрачно ko'rsatib o'zimiz urib beramiz. Hozirgina aytdim, podключ o'ynamaymiz. Podключ o'ynaydigan bo'lsam, ustiga 2000, 3000 dollar qo'ymasak, bizga to'g'ri kelmaydi. Agar 2000, 3000 dollar qo'yadigan bo'lsak, klient bizdan olmaydi mashina. 300 dollardan 500 dollargacha usluga olamiz, tamom. Ba'zi paytlarda shuni ham rasxodga ketib qoladi. Bitta mashinani ko'rish uchun 400 kilometrga borish kerak bo'lsa, borib kelamiz. Agar realni klient oladigan bo'lsa. Shuning uchun do'stlar, telefon ko'p bo'ladi, na samom деле. 50 ta, 100 tagacha telefon bo'ladi. Ichidan qaysi birlarini olishlarini bilmaymiz, lekin har doim bir xil harakat qilamiz, har doim vaqtida javob berishga. Lekin mana telefon qilib, odamni nerviga tegadigan gaplarni gapirsanglar, hech kimga yoqmaydi, to'g'risi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.